Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, do'stlar, akalar. Xudo xohlasa mana bugun yana bitta ishimizni boshladik. Bu ham mana bir kroshka bo'ladi. Mana endi lisalarda tahlab ish jarayoni ketyapti. Bu tomonlarda ham chiqak kerak, xudo xohlasa. Ish jarayonini tashlab boraman. Sizlar ko'rib baho beraverasizlar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, telefon nomerim 91lik 965 69 85, 97lik 383 69 85. Shu nomerlarga telefon qilsangiz bemalol gaplashib qilib beramiz. Hammaga rahmat.